Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Zolotoy dub alyumin profiliga ayvon romini tayyorlaganmiz. Juda go'zal holatda chiqdi. Bir qator ko'rsatib o'taman. Shotlandiya gullari bilan. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, narxlarini aytib boramiz. Bittasiga shotlandiya gullar to'qilgan, juda go'zal holatda. Ustular arka fon bilan o'ralgan har doimgidek. Bu joyda eshiklari bor. Bu joyda eshik romlari bor alohida. Bu joyda yana ayvon romlari. Juda go'zal holatda chiqqan. Shotlandiya gullari. Podol eshiklari bilan qilib berganmiz. Kvadratga keladigan bo'lsak, Shotlandiya gullari bilan 750 mingdan tushdi akamizga. Eshiklarni likirovkalarni ko'rsatib o'taman. Maqot ruchkalar har doimgidek go'zal holatda likirovkalari. Shotlandiya gullari alkafon bilan o'ralgan, padagonda aytib o'tilgandek. O'sh kvadratlari agar shotlandiyasi bo'lmaganda, misol 650 ming so'mdan tushardi. Shotlandiyasi bilan shunaqa 750 ming so'mdan tushdi akamizga. Hamma ishlari bo'lib, tashqi tomonda yana romlar o'ynayapti ko'chada. Hozir videoga olamiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yasizlar. Xohlasa yana ham go'zal ishlar chiqaramiz. Havas qilganlar. Общий kvadrati 60 kvadrat atrofida joyimiz kvadrati. Oynasi yo'dviga oq bo'lgan 2 qavatli. Shotlandiyasi 2 ta oynaning o'rtasida. Juda go'zal holatda chiqdi. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Tashqi tomonda romlardan ko'rsatib o'taman bir qator. Xo'sh, ko'cha tomonda shu romda 3 ta bor. 3 ko'zlik, bittasi ochiladi. Padagonlik bilan birgalikda. Xo'sh, buni Andijon viloyati Marhamat tumaniga o'rnatdik. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun podpisatsiya bosib qo'yinglar. Rahmat.